Jon, siz hech nimani o'ylab kirib chiqing. Chiqqaningizda men yoningizda bo'laman. Faqat ona bilan yaxshilab qaranglar. Iltimos sizlardan. Onajon, Bolajonimdan esimiz ketdi. assalomu alaykum onajon. Meni kechiring. Operatsiyadan chiqqaningizda yoningizda bo'lolmadim. Hozirgi kerak uchun ishlashim qoldi. Rahmat bolam. Nima qilib bo'lsa ham bu hayotda meni olib qoldinglar. Kecha o'rtog'im internetdan yozibdi. Dori-darmon kerak ekan. Hamma dori-darmonlarni doktoringizga berib qo'ydim. Onam, tuzukmisan? Xavotir olma. Assalomu alaykum onajon. Donor pulini ham anchasini hal qilib qo'ydim. O'rtog'imga hozir pul berib olaman. Mayda shunday qilib oldiga kirib qoladi. Tez kunlarda bag'ri butunlikni ko'rish nasib qilsa, onajonim o'zimmi? O'rtog'im sizga pul chiqazib yuborib. Pulni qo'y. 2 kundan beri o'rtog'im javob yozmaydi. Juda ham sog'indingizmi? Judayam sog'indim bolam. U yaramas o'g'lingiz menga ham javob yozmayapti. Yuring, oldiga olib boraman. Qola mana o'g'lingiz, qola. Menga hayot berib, yuragimni yulib olib ketdinglar. Sardim o'zim olib ketdinglar. Sizlar roziman dedim, bilasizmi? Dindori qiyomatga qoldirib, onam yashashib bu hayotda ketding, bolam. Meni o'zim